samolyot sotdik, poyezd sotdik, katta zavodlarni ham sotuvmidik. Ana endi Eiffelni sotib yurar ekanmiz. Faqat hozirdan bitta like bosib qo'ying. Faqat Fransiyadagi emas, Namanganning sentridagi Eiffel joylashgan butun boshli 1,5 gektarlik restoran biznesi srachniga sotilyapti. Mabodoga gaplasha olsa, arendaga ham berib yuborishligi mumkin. Eng qizig'i aynan shu joy necha yillik brend bo'lib turib, 50-60 ming dollar shu kecha kunduzda bir oyga dohod keltirib turgan joy ekan. Bu yerda Namanganlik hamma bilar ekan, mana Miss Burger, Sazanchik, sodasi yaxshigina yurib turgan joy ekan. Mana shu fast food o'zi yaxshigina pul keltiradi. Mana bu Eiffelni tegi bor-ku, mana shirinlik. Shuni o'zi oyiga voy yaxshigina pul keltirar ekan. To'g'risida Miss Family Garden degan deyarli o'sha katta terrasalar bilan tayyor restoranga moslashgan joy ham bor. Eng qizig'i, agar siz restoran biznesi sferasida bo'lsangiz, shunchaki arendaga brendingizni olib kelaman desizdan tayyor joy. Agar Toshkentda katta brendlaringiz borku, Ahmad Jo'ja bo'lishi mumkin, Beshqozon, Kamolosh, Hasanboch kichirma bilmayman. Xullas, shundoq kelsangiz, ishoning, juda katta summa bilan remont qo'yilgan tayyor joyi oyiga kulvarasi hozir borku. 10 ming dollar arendaga berib yuborishlari mumkin ekan. Oyiga 50-60 ming dollar kelib turgan biznesni zdaniyalari, yer perlari bilan 3,5 millionga sotish mo'ljal qilgan ekanlar. Yo'q deb turib, hoji akangizda pul ko'proq sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu ishkalar narx qo'ymasa qiyin deb turib 2 million 600 mingga ko'ndirib oldik. Hatto o'zi Miss Burger desiz, Namanganning eng sentr joylaridan, eng gul, eng jonona lokatsiyalaridan ekan, 5-mikrorayon degan joy ekan. Nima sotyaptilar o'zi? Nima yurmayotgan joy deyishingiz mumkin. Yo'q. Hoji aka, endi ozgina shuncha biznes qildim. Endi xotirjam, oilam bilan, ota-onam bilan vaqt o'tkazaman debgina sotyaptilar. Tasavvur qilasizmi? Men bu gaplardan shunaqa motivatsiya oldim. Oilasi uchun, xonadoni uchun vaqt ajrata olmayotganlar uchun zo'r motivatsiya rostdan bor-ku. Xullas, agar siz katta brend bo'lsa, tayyor tizimlaringiz bo'lsa, Namangan A-sentrdan tayyor yurib turgan joyga shundoq logoingizni ilib, yana millionlaringizni milliardlarga aylantirmoqchi bo'lsangiz, ishoning, o'sha ishkalad variant. Hozirdan siz tanigan eng katta fast food va restoran biznesi bilan shug'ullanadigan tanishlaringizga maksimum tarqatib tashlang. Ishoning, bunaqa narxga buncha katta joy, shuncha zdaniyasi bilan suv tekin degandek gap. Ishonavering. Agar gapimga sal shubha qilayotgan bo'lsangiz, telefonlashib, kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'ring, отчетlarni ko'ring-da. Bosvaring hoji aka, bunaqa variantlar har doim chiqavermaydi.